Diqqat, tezkor xabar. Propan narxining asossiz oshirilishi bo'yicha ish qo'zg'atildi. Assalomu alaykum qadrli muxlis. Avvalroq Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi suyultirilgan gaz, ya'ni propan bozorda import mahsuloti ulushi va narxining oshishi hisobiga qimmatlaganini ma'lum qilgan edi. Endilikda qo'mita metan gaziga kiritilgan vaqtinchalik cheklovlardan foydalanib, asossiz ravishda propan gazining narxini oshirganlar ustidan ish qo'zg'atdi. Qayd etilishicha, 2025-yil noyabr-dekabr oylarida bozor ishtirokchilariga ushbu davrda yuzaga kelgan metan gaziga kiritilgan vaqtinchalik cheklovlar holatidan foydalangan holda propan narxlarini asossiz oshirmaslik bo'yicha profilaktik maqsadlarda ogohlantirishlar yuborilgan. Biroq qo'mita hozirda ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan adolatli dekabr prinsiplariga zid ravishda narxlarni asossiz oshirilishiga sabab bo'luvchi manipulyatsiya va muvofiqlashtirilgan harakatlar alomatlari kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bildirilishicha, aniqlangan holatlar yuzasidan qo'mita tomonidan o'rnatilgan tartibda qonun buzilishi holatlari alomatlari bo'yicha ish qo'zg'atish ishlari boshlangan. Bundan tashqari, birja savdolarida narxlarni barqarorlashtirish yuzasidan korreksiyalashtiruvchi choralar ko'rilmoqda. Shu jumladan dekabr ishtirokchilariga birja savdolariga mahsulotlarni to'liq hajmda va bir maromda chiqarish bo'yicha ko'rsatmalar yuborilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 8-yanvaridan boshlab magistral gaz quvurlarida bosim pasayishi kuzatilayotganligi sababli O'zbekistondagi metan zapravkalari soat 10:00 dan 16:00 ga qadar faoliyat yurita boshlashi haqida xabar berilgan edi. Qadrli muxlis, ushbu xabarga o'z munosabatingizni albatta kommentariyada bildirib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling.